Bu videoda biz o'g'irlanib o'tirgan va yosh bola haqida gaplashamiz. Bu bola hech kimdan yordam ola olmagani uchun u faqat Minecraft o'yinida stream qilib, odamlardan yordam kutdi, lekin u hech kimga yordam bermadi. Kunlarning birida YouTube'da yursam, Minecraftning eng birinchi alfa versiyasida bola stream qilyapti va men unga qiziqib kirib ko'rganimda u yerda nimadir netolgan payqab qoldim. 8-avgust 2024-yil soat 11:00da u bola nimaga men degan stream yoqdi. Va ko'rishimiz mumkinki, u Minecraftning eng eski alfa versiyasi edi. Alfa. Ya'ni u bola videoni streamini boshlagandan yoqdan yo'qotdi, lekin shuncha narsani qurgan. Qanday qilib buncha narsani qurishga nima qildi? Hattoki xolos u bolada umuman hech narsa yo'q edi va u bola o'zini streamini yoqdi. Yo'qdan bu yoqqa yurdi, daraxt chopdi alfa versiyada. Alfa versiyada daraxtlarni pastini olib tashlasa, rostdan ham alfa versiyada shunaqami? Daraxtdagi pasti yog'ochini olib tashlasa, ya'ni bargi turaveradimi? Ya alfa versiya dahshat qo'rqinchli ekan bu. Uni to'g'riroq alfasini mana ekranga chiqarib qo'ydim. Agar mabodo o'ynamoqchi bo'lsanglar, ana u bola va sirli teshikka duch keladi. U yo'g'ini esa o'zingizlar ko'rasizlar. Shu joyda uning streami tugab qoladi. Va uning kanali nomi Konsus deb ataladi, lekin men video davomida uni Kon deb chaqiraman. Sababi uning ismi juda ham uzun. Kanal описаниесiga kiradigan bo'lsak, bu Minecraft alfa haqida alfa versiyalar haqida chiqaradigan kanal. Ya'ni unda bitta video va bitta stream bor. Orqali qilib qo'ygan. O'sha kundan beri men u bolaga obuna bo'ldim va doimiy kuzatishni boshladim. Ertasi kuni bola yana stream yoqdi. Yo, stream yoqmadi endi. Prosta videosiga kirib ko'rdim. Salom, buning menga tug'ilgan kunim va u menga Minecraft o'ynashga ruxsat beradigan kun va u meni Minecraftda video yo'layotgan bilmaydi deb yozib o'chirib tashlagandan keyin videosini boshladi. Ya'ni u videosini boshladi, daraxt chopdi, boshqa narsalar qildi, o'tmirli kirka yoqdi va bola ikkita g'or chiqdi. Nima uchun bola g'orga kirmadi? Nima bitta ikkita g'orlar chiqdi? Nima uchun u bola g'orga kirmayapti? Nima uchun? Nima bola g'orga kirmadi? Yoki Minecraftdan qanaqadir challenge bajaryaptimi? Ya'ni biz g'orga kirmaymiz degan. Yana bilmadim. Assalom, u uyini qurdi va men bu uyni bitta narsani payqadimki, videoni boshidagi uy bilan ya'ni bir xil edi. Ya'ni buning uyi bir xil edi o'sha uy bilan va u yerga mening birinchi uyim deb yozdi. Va o'chirib tashlagandan keyin meni yaxshilab kuzatinglar, yaxshilab ko'ringlar degandan keyin uni ham o'chirib yubordi. Albatta bu gapni yozishdan nima maqsad edi? Menimcha Kan qorong'ilikdan qo'rqadi va unga 30 minut, yarim soat kompyuter o'ynashga beriladi. Chunki har bir streami va 30 soatdan iborat. Bolani qilgandan keyin o'zini nima qildi, uylarni qurdi. Uylarni qurdi va o'ynab yurdi. Faqat darshi o'zim ham bitta mer ochib, uni uydaqa qilib qurib ko'rmoqchi bo'ldim. Va sal o'xshamadi-yu unga. O'xshatishga harakat qildim. Qurdim va o'sha uydaqa qilib o'xshamadi-yu. Demaylar, hammasi bolani sirini ochish uchun. Va men uning uyda qilib bir xil qilib qurib ko'rdim. Ya'ni uydan chiqayotganda men bitta narsani payqadimki, uning yonida sirli teshik bor deydi. Ya'ni u yerda chiqayotganda men 3-4 ta rasm oldim. Ya'ni rasmda u yerga sirli gap yozilgan, ya'ni bet, ya'ni trapet o'zbekchaga tarjima qilganda qamalgan, qamalgan, tutqunlikda qolgan degan ma'noni anglatardi. Bolani o'zim qurib ko'rdim, uyda qilib va nima qildim? Shu qilib yurdim. Ertasi kuni bola
yana 11 da stream yo'qdi va bu streamim boyagi streamini davom etdi. Ya'ni bu stream yoqqandan keyin unda naqa ya'ni daraxt bor edi, ya'ni bu yerdan qorong'ir yo'lakka yurmoqchi bo'ldi. Bu bolani hattoki qo'rqayotgani ham bilinib turibdi. Chunki orqamacha yuryapti. Ya'ni qorong'ulikdan yosh bola, ya'ni 9 yoshli bola, ya'ni qorong'ulikdan qo'rqadi. Yomon dahshat gapirib qo'ydim. U bola xullas chidolmasdan yo'ldan chiqdi va prosta shunchaki yurishni va yana boshqa narsa qilishni boshladi. Uyga bordi. Va narsalar qildi. Keldi va bitta daraxtdan naqa bordi. Ya'ni uning uydagi g'or, ya'ni podvalga ancha payt qarab turdi. Qancha metr qarab turdi deb o'ylaysizlar? 12 minut qarab turdi. 12 minut. O'ylab ko'r, 12 minut hech qayoqqa qimirlamasdan bitta nuqtaga tikilib qotib turdi. Ya'ni va shu yerda tushunarsiz narsa bo'ldi. Ya'ni u bola chelakni ikkinchi etajdan oladi, ya'ni o'ynay qarab turadi. Shu tarzda u shunaqa nimadir aytmoqchi bo'lyapti, lekin bizga ayta olmayapti. U chelakni oladi, o'ynay qarab turadi, chelakni oladi, o'ynay qarab turadi, chelakni oladi, o'ynay qarab turadi, chelakni oladi, o'ynay qarab turadi. Shu tarz bilan u bola bizga nimadir gapirmoqchi, lekin ilojsiz gapira olmayapti. Yana u bola bitta narsani yarim soat takrorlab turdi. Ya'ni takrorlab turgandan keyin esa ancha payt takrorlab turdi va nima bo'ldi? Shunisiga meni hayron qoldi. Tushunarsiz bu. Tushunarsiz. Va ertasi kuni u bola yana stream yo'qdi. Lekin unsubscriber. Ya'ni u kelyotib havas, ya'ni mishkasida bir nimalarni chizib ko'rsatdi. Ya'ni naqildi, xullas kalom u taxtani qo'yib nima yozdi? Ya'ni meni ko'raganing uchun rahmat deb yozdim. Shu paytda men juda ham qo'rqib ketdim va uni termini bitta men ko'ragan, boshqa hech kim ko'rgani yo'q edi. Xullas kalom naqiladi. Bola narsalarni so'radi. Xullas kalom yana shunday qiladi, shunday turadi. Va qo'rqib bitta boshqa sandiqni ochib va bitta nuqtaga qarab tikilib qoladi. Ancha payt qarab turgandan keyin nima uchun boshqa sandiqni ochib naqilib yubordi. Bola yana o'yinga qaytib keldi va narsalarni sindirdi, oldi. Ya'ni konning kam vaqti qolganda u tezda yugurib o'zini uyiga sandiqga tushgan paytda uning streami tugab qoladi. Har doimgidek bir xil paytda. Keyingi kun lekin ertasi kuni men kana streamni kutdim, lekin kana stream qilmadi. Shu paytda bitta narsani payqadimki, bu badasiga kelyotib, havo orqali narsa chizib bergan edi. Ya'ni buni ko'rishimiz mumkin. O'rtadan ekranda chizib ko'rsatayotgan bo'lsak, mana yana o'rtadan aylanyapti. Bu O, yana W, yana O. Ya'ni Dovo degan gapni biz teskari qilib olsak, wood degan gap chiqadi. Ya'ni tarjima qilganda ayman daraxti degan. Va keyingi sira esa shunday bo'ldiki va shunday qilishdi va shunday qildi. Va shu naqalarda bitta narsa bor. Ya'ni nima bor? O'ylab ko'ringlarchi, ya'ni nima bor bu yerda? Mana shu sandiqdagi narsalarga qarab ko'ringlarda. Ashiladi, harflarini naqilib o'tib ketinglarda.
eng ko'pi bu yerda 23 ta bo'lsa, ya'ni bu yerda Minecraft Videos GMA degan gap chiqyapti. Minecraft Videos GMA. Lekin men Minecraft ularni har bittasini qilib yuborsak, men Minecraft videosida tushundim. Lekin bu yerda GMA ning ma'nosi nima? Ya'ni GMA ning ma'nosi nima? Albatta buni men tag etguncha qo'yaman Google ga. GMA deb yozib ko'rdim. Birinchida Gmail degan gap chiqdi va kon menga o'zini akkauntiga kirishga ruxsat berdi. Ya'ni uning akkauntiga men nima qilaman uning akkauntini? Ya'ni sirli parol nima, xullas. Ya'ni nima qilaman men uning naqasini? Plus ancha qidirdim, o'zini Gmailni menga berdi. Plus yana Hikon. Ya'ni unga yozishim kerakdir yoki yozmasligim kerakdir deb o'ylab qoldim. Ertasi kuni u bola unaqa yoqdi, faqat tunga 11 da emas, ya'ni kunduzgi 11 da, tunga 2:30 da stream yoqdi bo'lyapsam. 2:30 da. 2:30 da stream yoqqach, u bola bu safar men bilan juda ham gaplashdi. Ya'ni I love you, my have. Yana shuna gaplashdi. U tezor ko'ryapti. Ular muzikani eshitib turinglar. Men ishim chiqib qoldi. Hozir tezda kelishim kerak. Xo'sh, mana men qaytib keldim va men o'zimni ba'zanda shunaqa qilib, uydaqa qilib qurib ko'rdim. O'xshatib tashlamanimi? Lekin shu oynalar nima uchun bir tarafida bor, lekin bir tarafida yo'q. Ya'ni u aytibdiki, I love you, my have. Ya'ni men oynalarni yaxshi ko'raman debdi. Nima uchun oynalar? Boshqa narsa yo'qmi edi? Shu paytda bola haligacha qarab qilib chizib beruvdi-yu, shu esinglardami? Ya'ni bu ham bunaqa Windows'ning yo'q, biz Word deb topgan. Ya'ni bu Word emas, oxirgi Windows'ning 3 ta raqam bo'lib chiqdi. Bu harflar biz teskari aytsak, ularni yana teskari qilib aytsak va rock degan naqa chiqadi, ya'ni manzil chiqadi. Bu manzilni men Google ga yozib ko'rdim. Ya'ni Google ga ya'ni men consciousness deb yozganman Google ga. Ya'ni rock roll deb yozib ko'rdim va 52 ta, ya'ni 52 ta shunaqa ishlar chiqdi. Rock roll degan 52 ta. Tasavvur qilasizlarmi bolalar? 52 ta ishtat bo'lib tasavvurli 52 ta ishtat. Hammasini ko'rib bo'lgandan keyin bola o'zi asosiy narsasini qilishni boshladi. Bittasini payqadimki, uning streamda soat ko'rinib qolgan. Ya'ni menda
bu yerda ya'ni menda 11:00 da boshlagan bo'lsa, u tarafda 12:00, ya'ni u mendan 1 soat oldinda. Ya'ni 50 ta shtatdan 25 ta qoldi. Xullas kalom mening ishim ancha bo'lsa ham yengillashdi. Xo'sh. Do'stlar, shu joyda videoni tugatishga majburman. Mayli, kanalga obuna bo'lib va videoga like bosishni unutmang. Mayli, sog' bo'ling.